Aybelikdiki tunji ta'tilim. 2020 yili her kim üçün özgeci bir yıl bolğundek, muşu yılın yazıq ta'tilimi mening üçün özgeci bir ta'til boldi. Qandaq demsiz? Keling, men sizga so'zlab beray. Virusdan siqilib, hech ish qilolmay yurgan kunlarimda boshqalarning tunishtirishi bilan İstanbul'un Zeytinburnu rayonuna joylashgan Aybelik xonim qizlar markazini bilish, tushunish fursatiga erishdim. Sirtidan qarsam, to'liq oddiy ko'ringan binoning ichiga kirganimda radlik, pokiz bir ilm baxshini ko'rib, hayron qoldim. Bu joydagi tunji kunim hayajon, qiziqish, tartinish ichida boshlangan bo'lsa, mana hozir kunlarim tabiat dunyosidagi turli tuman chechaklar orasida erkin parvoz qilayotgan, to'xtamasdan bal yog'ayotgan hasal harsdek nihoyat ahamiyatli o'tmoqda edi. Sahar. Mo'liq azon ovozi hammamizni uyg'otdi. Allohning bu go'zal chaqiriqi bilan yangi bir kunlik hayotimiz boshlandi. Taharetimizni elib, chiroyli islomiy kiyimimizni kiyib, yotoqlarimizdan chiqdik. Ratlik tizilib, masjidimizga tushib, namozlarimizni boshladik. Ajdodlar, kunlik ishingni sahardan boshla. Sahar qopgan saodat deb to'g'ri aytgan edi. Biz Uyg'urlarning islomiy hayotimiz bizga sahar turishni, kundalik hayotni ibodat bilan boshlashni o'rgatgan edi. Afsus, yaqinqi yillardagi davolg'ushlar bizning bu go'zal odatimizni asta-asta ilib ketmoqda edi. Ammo men bu odatlarimizni Aybelikda qayta topgandek bo'ldim. Shunda qilib biz namoz o'qish, zikr tasbih etish, Qur'on o'qish bilan yangi bir kunning pardasini ochdik. Bu fursatni bizga nasib qilgan Allohga shukrlar bo'lsin. Namozdan keyin chiniqish maydoniga chiqdik. Atdiganki sap havo dilimizga davo bo'lib, ruhimizni o'rg'itmoqda edi. Rat-rat bo'lib, atdiganlik tan harakatimizga boshladik. Aqlliq ota-bobolar insonning ruhiy va jismoniy jihatdan tan tarbiyalanishi kerakligini bilgachga, tan tarbiya, ya'ni tanning tarbiyasini ta'kidlash ustidan chiniqishni tan tarbiya deb atagan ekan emasmi? Sog'lom tanda sap aql, harakatda barakat, tan sog'liq zo'r boylik degandek durdonalar bilan tan harakatni muhim bilgan ekan. Ajdodlar boshlab bergan bu yo'l davom etishi kerak edi. Aybelikka nazar soldim. Bu yo'l Aybelikda davom etmoqda edi. Tantarbiya harakatimizdan keyin atdiganlik nashriligimiz uchun markazimizning ozoda, pokiz o'rinlashtirilgan oshxonasiga kirdik. Rangi, ta'mi, uzuqliq tarkibi moslashtirilib tayyorlangan nashriligimiz bizni kutmoqda edi. Biz xushal-xo'ram, kulki chaqchaq ichida uzuqlanishga boshladik. Kimilardir onasidan, kimilardir dadasidan, yana kimilardir ota-onasidan ayrilib qolgan shu qora kunlarda insonning hammani unutib rahat o'ltirib bir vaqt tamoqini joyida yeyishimi cho'ng ish edi. Qizlarga qaradim. Hech bir inson tortmagan kunlarni tortib, qalbi oila mehrini seg'inish ichida yenayotgan qizlar bo'lsa, ustozlarni onam desa, Aybelik mening oilam deydi. O'zlarini mushu oilaning a'zosi bo'lgandan faxrlanadi. Darslarimiz boshlandi. Tunji darsimizni ana tilimiz bo'lgan til adabiyotdan boshladik. Konularning qayerdan yiqilsang, shu yerdan qop deganidek, ana tilimiz har turli assimilyatsiya sharoitida yo'qolishga yuzinayotgan xatarlik bir paytda bu tilni o'rganish uchun butun vujudimiz bilan tirishdik. Gohida nodir she'rlarni yodlab hayajonlansak, gohida yiziqchilikdan mashq qilib muallimga yozganimizni o'qib berardik. Men Uyg'ur til davanni boston etgan, dinim var ecdadimdan miras yetgan, xalqim hayot dinim saq shukr Allah, dirisin hech kim meni yetim dertmen. Men Uyg'ur bo'lib tug'ilganman, dunyoga qadim dilla tunilganman. Yusuf Mahmud ajdodlarim o'lmasdirim, tash ustiga tarix bo'lib qo'yilganman. Men Uyg'ur bo'lib ham o'laman. Ne görsem Uyg'ur bilan tan ko'raman. Allah meni Uyg'ur qilib yaratdi. Tunlab Uyg'ur degan men bo'laman. Men bu markazga kelishdan burun qizlar har xil janrda adabiy asar yozishni mashq qilgan ekan. Men va vatanim 5 yildan keyinki men. Yaxshi so'z, eng go'zal hadiya. Uchirgich bilan qalam. Mening dadam, mening orzuyim.
yağmurluq bir gün degandek balalar əsərlərini tam gazetadan oqub qızlarning qalam kuchiga qoyil bo'ldim. 2019 yili o'tkazilgan Men Natiq musobaqasida bu markazdagi qizlarning asarlari 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalik mukofotlarga erishibdi. Yana texi muajiratdagi balalarning yoqtirib o'qiydigan 4 quloq jurnaliga qizlarning nadir adabiy asarlari besib chiqarilib, yaxshi baholarga erishibdi. Men bu joyda qizlarning bo'sh vaqtlarida bas-bas kitob o'qiyotganini, maqola, hikoya, masal, she'r, xabar, xatchak degandek turlarda yiziqchilik mashqi ilib berayotganini, bir-biri bilan sap ana tilda fikr almashtirayotganini ko'rganimda dunyoga shuni jakarlag'im keldi. Bundaq yiziqi, eg'iz tili mukammal bo'lgan til, aybilikdek ilm makoni bo'ldigan yo'qolmaydi. Matematika dars kirdik. Muallim matematikani amaliy hayotga tatbiqlab, amaliy misollar orqali uningsiz hayotni tasavvur qilishning aslo mumkin emasligini tushuntirgachmi, qizlar matematikani qizg'in suydi ekan. Men darsli kitoblarga ko'z yugurdim. Men ko'rgan kitoblarga solishtirganda saviyasi xilla yuqori edi. Davlat maktabining o'xshashligidan farqli edi. Yataqdoshlarimdan ansam, markazimiz bolalarning davlat maktabiga kirishiga ko'rik rolini o'ynab, Uyg'ur bolalarning davlat maktabiga kirishdan burungi har jihatdagi tayyorliklarni hozirlabdi. Davlat maktabiga kirgan qizlar sinoqlar orqali sinib atlab yaxshi o'qibdi. Aybilikda qizlarning matematika, turkcha, fan bilim asoslari puxta silingancha, ba'zi qizlar davlat maktabiga kirib, imtihon berib, Zaytunburni rayoni bo'yicha 1-chi, Istanbul bo'yicha 3-chi darajalikka erishibdi. O'qituvchilari u qizlardan qayerda o'qiganligini, qanday materiallarni ishlatganligini so'rabdi. 10 asrning oldida matematikani saq ish deb atagan, ham xarita chizgan Mahmud Qashqar bovimizning avlodlari bo'sh emasda. Darslarimiz davom etmoqda. İngliz tili darsidagi qizlarning ingliz tili so'zlashlariga qarang. I have breakfast at home. I have cereal, fruit, and yogurt, and I drink espresso coffee with hot milk. I usually have orange juice too. I like my breakfast. I think it's very healthy. On Saturdays, my friends and I have typical American breakfast. We don't have it at home. We go to our restaurants. We eat eggs, potatoes, sausages, and toast. And we don't drink orange juice and coffee. In my family, we have a traditional Japanese breakfast. It isn't very different from lunch and dinner. We have rice, fish, and miso soup, and we drink green tea. Today, a lot of Japanese people have a European breakfast, and they don't drink tea, they drink coffee. I prefer our traditional breakfast. Nima degan ravon ha? Men ularning orasida talaffuzimni to'g'rilab oldim. Biz ba'zi kundagi ingliz tili darsimizda qisqa hikoyalarni o'qisak, ba'zi kunlari yangi so'zlarni takrorladik. Eg'iz tili kuchaytirish darsimizda maqsadimizni ifodalayoladigan bo'ldik. Yaqin kelgusida xalqaro saviyada ingliz tiliga ega bo'lishimizning tunji qadamini mushu yerdan boshlab oldik. Sugar, Sugar, cereal, cereal, fruit, fruit, potatoes, potatoes, yogurt, yogurt. Tushlik tomoqdan keyingi aram olish, peshin namozini o'qish degandek bir qator ishlardan keyin tushdan keyingi diniy darslarimiz boshlandi. Qizlarning ba'zilari Qur'on tilovat qilsa, ba'zilari hofizlik qilyotdi. Qalblarni larzaga soladigan Qur'on ovozi anglanib turadi. Bizning har kunimiz mana shundoq tushdan burun faniy darslarni o'qish bilan o'tsa, tushdan keyin diniy darslarni o'qish bilan o'tadi. Qur'on darsimizni tamomlab, qisqagina tanaffusdan keyin aqida darsimiz boshlandi. Bugungi diniy o'qitishda aqida darsining kimligini tunib yetgan ustozimiz bo'sh vaqtida bir tarafdan sirtki analarga aqida darsi o'tsa, yana bir tarafdan o'zgacha uslubda aqidaning urug'ini qalbimizga chachatdi. Ustozning darsini qizlar shunchalik yaxshi ko'radiki, tanaffuslarni unutib, ustozni saqlashatdi. Aqida darsidan keyin ustoz bilan aqida darsining muhimligi to'g'risida paranglashganda men bunularni his qildim. Biz Uyg'urlar qachonki sap islom aqidasiga ega bo'lgan zamonlarda kuchli xonliqlarni qurib, mustaqil davlatlarimizni yashagan ekanmiz.
sap İslam aqidasiga ega hərbiy alimlərimiz, tilşünaslarımız, fəylasuflarımız bolğan ikən. Tarixni varaqlan. Sultan Sutuq Buğraxan, Mahmud Qaşqari, Yusuf Xasacib, Əlşir Navoiyga oxşaş əcdadlarının simasını görürsüz. Həm onların ölməz əsərləri, Türkiyə Tillar Divanı, Qutatqu Bilikə oxşaş şahanə əsərlərini İslam aqidasının meyvəsi demək tura alamsız? Qutatqu Bilik bilən Aybiliknin oturması bir bağlanış yox deyə Aybiliknin nişanı bolsa, 1000 yılın aldıda erişib, keyin yoxutub qoyğan aşu sap aqidini qayta tepiş. Həm bugünkü avladlarının qalbida bixlandırış ikən. Dostum, yuqarqı bayanlarını anlap, Aybilik noqul fənniyə həm dini dərs oxuydan cay oxşaydı dep qalmaq. Biz ana şundaq dərsimizi oxub bulub, öz qolumuz bilən tayarlağan keşlik tamaqlarımızı yeyib, qızğın paranlaşımız. Keşlik tazlıqlarını tügütüb, film görüş uyğurmuz. Put qollarımızı sozup oturup, özümüz səyirlağan qonaq etildürmüsünü geç, film görmüz. Bir-birdən sərxil filmlər. Biz müşündaq filmlər arqılıq İslam tarixini ügünmüz. Hətta içidəki günlərimiz ötüb, təqazzalıq bilən kütkən şənbə yekşənbədəki tik küçülük, pişiriş və başqa qol hünər dərslərimiz başlandı. Tik küçülük dərsimizdə biz çaqqan, əbçil qollarımız bilən tikişini köngül qoyub öyrənsək, pişiriq dərslərimizdə coşqun, kötürəngi ruh bilən pişiriqlərinin təmi, rəngini maslaşdırıb öz ara müsabiqə elib barmaqdımız. Ortalara oxşapdı. Biz Uyğurlarda ügüney desən 72 xil hünər azlıq qıldı deydiğən atalar sözü var. İlimlik, bilimlik buluş bizni xallıqdan qutquzudu. Ustazlarımız mundaq deydi. Hünər, kəsb, texnika ügünüşdəki məqsəd sizlərdən çıxış yollarını içiş üçündür. Əgər iqtisadi imkanlarımız yer versə, sizlərə kompüter sinifi, təcrübə siniflərini içib vermiz. Yaxın günlərdə bizim öz aldığımızğa qızlar kəsbi məktəbimiz buldu. İnşallah. Dostum, oxuş, ügünüş dəb zeyirikdirdinmi? Ondaq bolsa, Aybilikdən dalı paliyetik gileyli. İyul aylarından hava uçuq günləri. Biz güzel İstanbul'un yap-yeşil dalalarına qarab yolğa çıxdıq. İç-içimizki patmayatqan hayacan, tulub taşqan xoşal külgülər içidə naxşımızın yanırıdıb gidivatımız. Kimidir derizidin sırtqı qarab vətənini əskə alsa, kimidir Allah'dan bu güzel əsərlərə qarab şükrü Allah deməkdə. Biz axiri Seyliqaqqa yetib gəldik. Avtobusdan düşkən qızlar çoxan sirişib kan dağlıda yügürəşkə başladı. Birilərimiz şaxtın üzümlərini üzüb yesək, birilərimiz toxularga dan çeçib qoylarga ot çəp bərməkdə idik. İsil yeməklərdən keyin arqan tartış, xalt kiyib yügürəş degəndəki oyunlarını oynab müsabiqələşdik. Unutulğan ənənəvi ballar oyunlarımızdan esimizə gəlgəndə oynadık. Oyunlar bilən bulub qandaq keş bolğanını bilməylə qilişdik. Biz oyundan keyinki harqınlıq, xoşallıq içində avtobusqa çıxıb məktəbimizə qarab yol aldıq. Dostum, mən yuqarıda qısqagana tədil həyatımı anlattım. Virüs tüpəyli barlıq oxucular məktəbə kirəlməyən bolsunmu, mən Aybilikdə mənilik tədil günlərimi ötküzdüm. Qısqagana tədil günlərimdə mənim körgənlərim, anlığanlarım, his qılğanlarım az əməs idi. Anlatsam sözüm tügməydi. İçimdən gəlgən bir hayacanda tiləklərim tükürüb duratdı. İmkan yer versə qurulmaqçı bolğan Aybilik başlanğıç məktəbi, Aybilik otura məktəbi, Aybilik universiteti, Aybilik qız ayollar kəsbi texnika məktəbi qatarlıqlarına reallıq aylanışını çin qalbimdən tilidir. Yaşa Aybilik, zulmətlik için yorutqan tulun ayğa oxşaş. Yaşa Aybilik, muzluğan qalblərə hararet vergən nurlu qoyaşqa oxşaş, dedim öz özümə.